Hozir! Halva chaqiring, kompyuter o'ynaymizmi? Ketdik. Jismoyda futbol o'ynayotgandim. Ketidan diskoteka bo'lamiz, vazir qilib o'ynaymiz, ha? Ketdik, Jismoy tugangacha o'ynab kelamiz. Men dadam Jiguli oldi, yangisidan. Men dadam Xonsaroyda Fazol loyihasida uy olgan. Yo'q-ku? Ha, ketdik ketaga. Aka, chunki odam deb bilan bichib o'ynamiz. Qani, telefon otingdimi? To'xta, tursin. Ey, menga qara, keling, o'ynaysan, puling bormi? Ha, bo'shasiz. Tur chiqlar, tur. Tur olmaydi, chiq. Qanaqa telefon otingga gapsiz. Ket oynayapsizmi, aka? Tank tushirib beraymi, aka, tank. Zo'r. Keldi zo'rnasa qiladi. Gene basing. Fortla ketdi. Yo, yana to'g'rilar yana. Sen yana kirib oldingmi? Chiq, tur. Ya, aka, yordam beryapman men sizga. Tur oldingdan chiq dedim, chiq. Aka, birga o'ynayapmiz, aka. Tur, chiq. Yo'qollar. Qani pul topib keling. 5 ismli yo'qoling, 37 ga. Menga qarash, baqir-chaqir qilmasdan o'ynaydi, tushundingmi? Ha. Ketdi. Mortal Kombat qo'y, Mortal Kombat. To'xtat, internetga kelaylik hozir. Nima ko'ryapsan ekan? O'chib. Mammas, qatib qol. Uyat shunaqa narsani ko'rsa, tur o'rningdan dadang aytib kelmang. Tur o'rningdan chiqlar. Yo'qsiz o'la ko'rakdan narsani. You make me this, bring me up, bring me. Video kanalimiz doimiy hamkori Adinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda turli xil sport o'yinlaridan yuqori daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada qoldirilgan omad silkasi orqali Ananas.uz promo kodi bilan ro'yxatdan o'ting hamda turli xil pulli bonuslarni qo'lga kiriting. Barchaga omad do'stlar. Nima xijolat qilaversan? O'zingni uyingni nima tasavvur qilib dadam bilan tanishtiramiz. Dada? Dada, assalomu alaykum. Lagerdan o'rtam keldi, bizga bola. Ancha yildan beri ko'rishmoqdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qolar ekanmi? Ha, yo'q, hozir. Yuring, senda gap bor. Siz o'tirib turing. O'tirib turamiz. Choy non olib kelamiz. Nima o'rtoq olib kelsa? Yo'q, uncha o'zinglar yetishtirmay o'rganmasdan olib keldingmi? Men nima deysan? Ha, mehmon o'tiribsizmi, yaxshi o'tiribsizmi? Bemalol. Jo'raman, ketdim, qol. Qay ketasiz? Albatta sizga zo'r sho'roq beraman. Nafas tengamiz bor. Yur uxlaylikmi? Ancha dam olamiz sho'rib tushgungacha. Turondingni aytibroz. Uxlayotishini qara, shonda yaxshilab uxlaydimi? Derazani ochiq qolgan ham sasni o'ribsan. Amaki, kechiring. Yo'q, mehmon siz bemalol dam oling. Och oynani tez-tez. Ovqatga chiqinglar. Jo'raman, ketaman. Ha, jinnimsan, hech narsa bo'lmagan. Sho'rib ichamiz. O'xshatman-da. Menga qara, ovqat suyak bor. Qani suyak? Ha, yo'q, dada, suyak yo'q. Qani men o'sha suyak g'ajmoqchi edim. Qani? Ha, endi dada. Nima oyog'im bosyapsan? Suyak qani dedim senga. Amaki, menda ekanman, meniki oling. Ha, yo'q, mehmon siz bemalol yeyavering. Suyak g'ajmoqchi. Hey, bu yoqqa yuring. Hozir borib keling. Buni qani nimaga solib berasan? Suyak qolsa g'ajmoqchi ekan. Nimaga olib kelding o'z o'rtog'ingga? Bekor keldim-da o'zi. Dang. Assalomu alaykum, tog'a. Assalomu alaykum. Jiyanlar, kelinglar, sariq tanasi senchi, baqakechi. O'sganing nima shulang? Baqaga. Qaranglar, kakrazmonni ishni tugatib qo'yish kerak. Tez kiyimlarni almashtirib chiqinglar. Choy ichmaymizmi? Qanaqa choy kiyinchasizlar? Davay, o'zi ozgina ish, davay, bo'linglar. Ha, opa keldi arzandalar, zo'q. Xavotir olavermang, ish qildirgan, yotibdi maza qilib, dam olib. Mana shu mevalar taylarni chopish kerak. Ma'no qatordimi? Qanaqa ma'no qator hammasini chopish kerak. Tog'a buni oxiri ko'rmayapti-ku. Ha, ko'zing ko'rgan joygacha chopaver, qolganini yana ko'rsataman. Taksi chaqirib qochamizmi? Navigator ham topolmaydi bu joylarni. Eshityapman. Ha, shu qornimni g'uldir qilganini ham eshitsangiz yaxshi bo'lardi. Uxlama. O'zlarim o'sib ketdi. Charchadinglar-a? Behruz, akangdan qo'rqasan. Qani bitta sparing tushib ko'ringlar-chi, tur, davay. Davay. Ketdi. Yaxshi. Voy, to'xta. Kurashga yo'q. Kurashga yo'q. Voy, otma akang ketay, otma. Otur. Ayaka aytaman, tog'am urishyapti deyman.
Menga qara, yanga aytmagin, o'zim tovuq sho'rva qilib beraman, bo'ptimi? Yo'qmi, Bellissimo pizzadan pizza yegim kelyapti. Qimmat ularning. Qimmat emas, tog'a, mana qarang, Bellissimo pizza ilovasidan yangi foydalanayotganlarga 70 ming so'mdan boshlab birinchi buyurtma uchun 30 ming so'm chegirmasi bor. Buning ustiga buyurtmangizni 35 daqiqa ichida bepul yetkazib berishadi. Zo'rmi tog'a? Ha, zo'r ekan. Tog'a, endi biz sekin qaytarsa ham bo'laveradi. Qayga qaytasan, 2 kamar shag'al kelyapti. Uyni boshqatdan quramiz.